Afsonaviy zargarlar. Ularning har bir asarlari o'zining murakkab texnik uslubi, qimmatbaho toshlarning tabiiy go'zalligini o'zida mujassam etganligi va narxining yuqoriligi bilan ajralib turadi. Shunday afsonaviy zargarlardan biri Anna Xu. Anna Xu zargarlik simfoniyasi taxallusi bilan mashhur. Uning har bir zargarlik buyumlari musiqiy asar kabidir. Anna sobiq violonchel ustasi edi. 18 yoshida uning musiqachi bo'lish orzusi yelkasidagi jarohat tufayli barbod bo'ladi. U uchun dunyo qulab tushganday tuyuladi. Keyinchalik taqdiri butkul o'zgarib ketadi. Uning otasi gemolog bo'lib, Annani qimmatbaho toshlar dunyosiga olib kiradi. Anna musiqaga bo'lgan barcha mehrini zargarlik buyumlariga ko'chirdi. Uning har bir asari haqiqiy simfoniya kabi o'ylangan. U shunday deydi: "Men shunchaki dizayn o'ylab topmayman, men zargarlik kompozitsiyasini kashf qilaman." Uning kompozitsiyalaridagi har bir tosh go'yoki notalar ohangiday. Rang va kompozitsiya esa to'liq uyg'unlikda yaratilgan. Tayvanlik Anna Sharq va G'arb madaniyatini va ta'limini o'z asarlarida birlashtirdi. Uning zargarlik buyumlari asosan yoqut va undan yasalgan lotus gullari va kapalaklardan iborat. Anna zargarlik olamini tarixiga aylana oldi. Uning sehrlangan bilaguzuk asari Britaniya muzeyining doimiy kolleksiyasiga kiritilgan. Annaning taqinchoqlari jahon yulduzlarini ham e'tibordan qolmagan. Anna Nyu-Yorkdagi zargarlik do'konini ochishi bilanoq musiqa olamidagi mashhur yulduz Madonnaning e'tiborini tortadi. Pop qirolicha Met Galaga Edelweiss marjonini tanlaydi. Auksionlarda uning asarlari narxlar bo'yicha osiyoliklar yetisha olmagan ilk rekordni yangilashga erishdi. Biroq o'zining noyob qobiliyatiga qaramay, u qalbida violonchelchi bo'lib qolgan. Asarlarini ko'rgazmaga qo'yadi. Sotuvdan tushgan pullarni kambag'allarga xayriya yo'lida ishlatadi. Keyingi videolarimizda Graf, Chapard, Glen Spirio, Jar, Van Cleef, Tiffany, Cartier va boshqalar haqida ma'lumot beramiz.